Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'mir qatili o'tirgan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Gullandda ekan, Do'sonbeyda ekan. Marg'abatmi? Hang? Do'sonbey Marg'obat. Do'sonbey Marg'obatga geldik. Nov ko'cha bir? G'allakar 2. G'allakar 2-ko'chaga geldik. Xudo xolasa bu xonadonimiz bizlarga 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdi. Bu xonadonimizga ishini zamonaviy batareyalarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Bu xonadonimizga 6 yere batareya qo'yildi, 8 tochka bo'ldi. Bu xonadonimizga noviki ketgan bo'lsa hamma o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizga 27 milyon 700 ming so'm pul chiqdi. Inshaalloh yine demir sistemadan qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasalar, bu yine oxirgi tochkasi ekan. Agar shuni ko'rsangiz qiziqmi ekan. Baqina uyni egasi. İstemem. Etken işimiz makulmu ağa? Esa işe bir yılacha garantiyaga nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Yine hamirtla görüp tursalar, yine divarlara gipsakardon koyup, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlaganlar. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqargan teplo shovot kotellarini ko'rsatib o'tsak. Nov mesela bizde santexnika hizmetleri hamma turdagi xizmatlarimiz bor. Kema shuningdek otoblinli ishi bonisidan bir batareyasi bor bularni. Otoblinlik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi sizlarga qatorni nerdan ko'rsatamiz buni? Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shovot kotelni ko'rsatib o'tsak. Xudo xolasa kotelimiz, otoblinimiz novojlari bo'lsa 1 yilgacha garantiya. Endi azizlarga yine kotelimiz ham Xudo xolasa yonib turibdi. Hamma o'zlari ishlab yine ishlatib yine gradus ham hozir 70 dan oshib turibdi yine. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasanızlar. Qo'ldan kelgancha ishlatib yine charaylatib yonib turaveradi yine kotelimiz ham. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham 3 kunga yetdi. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sağ olunlar, selamet olunlar. İşletib nasozlarni qo'yib, rashitilni boqlarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkurat etib ishladik.